Quyosh botgandan keyin kech quyosh botmadi-yu, o'sha kech bo'ldi xullas, temperatura. Mana men erinmasdan tepaga chiqdim, shu priborim bor joyga. Ko'rmasam, quruq havoda влажность tushib ketgan. Nafas olish ham qiyin. Endi shu priborni olib, boyagi sotib olganini kanaldiga boramiz. Увлажнитель воздух kanaldiga. O'zimiz bilan suv olamiz. Bunday suv ozgina muzlabdi. Mana qaranglar, hozir qanaqa o'zgaradi. Shu yerda pribor turib tursin, men suv quyib yuboraman. Endi mana qarang. Ko'rasizlar? Strepga ketyapti tepaga qarab. Zеленый sektorga kirdi. Bu gigrometr stроительный magazinlarda bor. Влажность ko'rsatadi. Yomg'ir yog'gan paytda mana shu 70-60 larda turadi. Nafas olish oson bo'ladi. Namgarchilik tushib ketganda shu hozir mana ko'rdinglar, tepadan 35 lar atrofida quruq havo. Nafas olish qiyin bo'lgan положенияsi. Mana ko'rdinglar? 60-70 lar kelsa kerak o'chirmasam. Mana to'xtat. Mana ko'rdinglarmi, 60 ga tushdi. Temperatura qancha ko'rsatyapti? 24. Hozir tekshiramiz. Ras. Mana 25 ko'rsatyapti ekan bunda.